O'zbekistonda juda ko'pchilikda 40 yoshdan boshlab quloq yaxshi eshitmasligi, yurak kasalliklari, qon tomir kasalliklari juda ham ko'p tanamizda har xil muammolar paydo bo'lishni boshlaydi. Onamda ham quloqlarida muammo boshlangan. Shuning uchun eshitishlariga yordam beradigan pochonga olib berishga keldik. Uning uchun birinchi bo'lib tekshiruvlardan qanchalik, qay darajada eshitishlarini tekshirishimiz kerak edi va men o'rtada переводчиклик qildim, chunki onam koreys tilini bilmaydilar. Oldin tekshirmasdan shunchaki Koreyadan internet orqali shunaqa pochongini olib O'zbekistonga yuborganmiz. Onam uni ishlatayotgan edilar. Lekin o'zim niyat qilib qo'ygandim. Agar onam kelsalar, quloqlarini yaxshilab eshitishlarini tekshirtirib, shunga moslab, yaxshisidan juda ham onamga yordam beradiganidan sotib olib beraman deb. Niyatim xolis ekan, onam keldilar. Endi shuning uchun yaxshi onamga yoqadigan, ayniqsa quloqlarida noqulaylik sezdirmaydigan pochongini olib berishga harakat qilyapmiz. Hozir bo'lsa mana shunday tekshirilyapti, chunki pochongini onamni quloqlarini eshitish darajasiga moslashimiz kerak. Buni bo'lsa kompyuter orqali qilinar ekan. Uni past baland qilish oddiy pochongilarda bo'ladi, lekin yaxshiroq pochongi, ya'ni quloqqa juda ham qulay bo'lgan pochongini olib berganda uni kompyuter orqali moslashtirishimiz kerak ekan. Shuning uchun juda ham kichkina ovoz bo'lsa ham eshitishlarini va aytib berishlarini men bitta перевод qilib berdim. Xullas, bizni olib bergan pochongimiz onamga juda ham yoqdi va men onajonim uchun biror nima qilganim uchun juda ham xursand va baxtliman.